Assalomu alaykum Pul arzon kanali obunachilari. Bugun yana mana navbatdagi mashinalarimiz bor edi sotuvda. Shu mashinalarni kanalimizga joylaymiz, xudo xolasa. Mana bir chekkadan bu mashinalarni hozir sizlarga tanishtirib o'tib ketaman. Oldindan uzr so'rayman. Videoyimiz sifatsiz chiqqan bo'lsa, ming bor uzr. Endi biz bunaqa a'lo darajadagi bloger emasmiz. Qo'ldan kelgancha bunaqa videolar joylab turamiz. Bu mashinamiz mana birinchi mashinamiz Jetower Dashing mashinasi. 2023-yil 15.000 kilometr masofa bosib o'tgan. 1.6 lik motor bilan jihozlangani, eng lyuks pozitsiyasi. Mana salonlarini ko'rishingiz mumkin. Ideal holatda, hech qanaqa ayb nuqsoni yo'q. 2023-yil 15.000 kilometr bosib o'tgan. Bu mashinamizning narxi $22.500. Navbatdagi mashinamiz xuddi shu mashinani qorasi 2024-yil 40.000 probeglik propan gazi bori qora rangli 1.6 Dashing. Xo'p, bu mashinamizning narxini ham shunaqa 22.500 belgiladik. Mana bu ham shunaqa salonda. Hech qanaqa ayb nuqsoni yo'q bu mashinamizni ham. Mana ko'rishingiz mumkin, ikkalasi bir xilda, Hasan Husan. Navbatdagi 3-mashinamiz, bu mashinamiz Cherry 7 Pro mashinasi. 2024-yil 31.000 kilometr yurgan. Propan gazi ham bor bu mashinani. Mana aybini ham aytib o'tib ketay. Aybi mana shu aynagida ozgina yoriq joyi bor. Qolgan hamma joyi ideal. Mana salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Lyukli varianti 2024 31.000 probegda propan gazlik 7 Pro mashinamiz. Narxi $20.900. Xo'p, navbatdagi mashinamiz Jetower 70 Plus'ni luxury pozitsiyasi. Bu mashinamiz ham 2024 32.000 probegda. Mana salon holatlari. Mana ko'rishingiz mumkin. Shunaqa full pozitsiyasi. Bunaqa prostoy emas, 1.6 motorlik oq rangda 2024 32.000 propanligi. Narxini 23.000 narxi bu mashinamizni. Xo'p, keyingi mashinamiz Jetower X90 Plus mashinasi. 2022 56.000 yurgan. Qora rang. Bu mashinamiz aybi mana shu ikkita detalida yuzaki kraskasi bor. Mana ichki holatlari. Hech qanaqa ayb nuqsoni yo'q. Mana shu oldi krilo bilan eshigina shu pastida kraska sepilgan joyi bor. Bunaqa strashli narsa emas, qirilganiga sepilgan. Rasmlari ham bor, ko'rsatamiz. Qiziqadigan odam kelsa ko'rsatib bemalol ma'lumot beramiz. Bu mashinamizning narxini ham 20.900 deyapmiz. Xudo xolasa kelishtirib beramiz. 2022 90 Plus. Navbatdagi mashinamiz Jetower 70 Plus'ni oq rangligi 1.6 motorli. Bu ham propan gazi bor bu mashinani. Probegi biroz ko'proq, 80.000 dan sal o'tgan. Mana salon holatlari. Bu ham ideal mashina, kraska bo'lmagan, toza 100% Radnoy propan gazlik 23-yil 70 Plus. Xo'p, bu mashinamizga 20.000 narxi. Xudo xolasa oladigan odam bemalol baraka topadigan mashina. Puli ham unaqa qimmat emas, holati ham ideal. Xo'p, navbatdagi mashinamiz Trailblazer mashinasi 2020-yil 70.000 probegda. Holatlari o'ta ideal holatda. Mana balon holatlari. Mana shu toqqa yuradigan, qiziqadigan off-roadchi akalarimiz bor mashina bu mashina. Salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Hech qanaqa ayb nuqsoni yo'q. O'ta ideal avaylab haydalgan mashina. 2020-yil 70.000 probegda. Bu mashinamizga 26.000 deyapmiz. Xudo xolasa olgan odam baraka topadi bu mashinani.
O'ta ideal holatda, zo'r holatda, bir oshiqcha bir chizilgan, qirilgan joylari yo'q. Navbatdagi mashinamiz Hyundai Sonata mashinasi. Xo'p, bu mashinamiz 2021-yil 83 ming probegda. 2021 83 ming. Bunaqa diskalar o'rnatib qo'yilgan. Holatlari o'ta ideal mashinani. Mana salon holatlari ko'rishingiz mumkin. Mana lyukli varianti bu ham. Panorama lyuklari bor. Orqa holatlarini ko'rishingiz mumkin. Bu mashinamizni ham ozgina mana shu eshigi oldi eshigida, mana shu qornida ozgina kraska bo'lgan, yuzaki betiga sepilgan joyi bor. Ichki holatlari o'ta ideal. Mana umuman sepilmagan ichki holatlariga faqat mana shu qorni qismiga, mana shu bel qismiga sepilgan kraska. Boshqa ayb nuqsoni yo'q. Hop, keyingisi 70+ mashinamiz yana bitta oq rangi. 2023-yil. 2023 20 ming probegda. Bu mashinamiz probegi ozroq, mana qizil salon, 1.5 lik motorligi. Bu mashinamizning narxi ham arzon. Xudo xolasa, kanalimiz obunachilari uchun bu mashinamizni 20.500 belgiladik. 20.500 ga bu mashinamizni beramiz. Navbatdagi mashinamiz Jetower X 70+ mashinamizni luxury pozitsiyasi. Xabaringlar bor, luxurysi shunaqangi bir salonlari ideal holatda bo'ladi. Mana isitadigan, sovutadigan shunaqa holatda mana. 2023 hop, propan gazi ham bor bu mashinamizni. Qora rangda, toza, ideal, hech qanaqa ayb nuqsoni yo'q. Mana bu mashinamizga 23 ming deyapmiz. Xudo xolasa 23 mingga beramiz bu mashinamizni. Navbatdagi mashinamiz Jetower 90 mashinamiz, 90+. Bu mashinamizni 22-yil 52 ming probegda. Bu mashinamizni mana salon holatlarini ham ko'rishingiz mumkin. Mana orqa holatlari ham o'ta ideal holatda. Narxi 22 ming. 22-yil 90+, narxi 22 ming. Hop. Keyingisi TL2 24-yil 32 ming probegda. Bu mashinamizga 27.500 narx qo'ydik. Kelishadigan joyi bor. Mana shu mashinalarimiz xudo xolasa hozir Andijon shahrida sotuvda turibdi. Kimda kim qiziqish bildirgan bo'lsa, mana shu mashinalarga bemalol 91 lik kodi bilan 485 51 55 raqamlari yoki bo'lmasam 99 lik kodi bilan 902 51 55 telefon raqamlariga bemalol aloqaga chiqsanglar, xudo xolasa kelishtirib beramiz. Mashinalar Andijon shahrida turibdi. Kimda kim bunaqa mashinalarga sotmoqchi bo'lsa, agar bemalol mana shu telefon raqamlariga aloqaga chiqsa, kelishib mashinalarni ham sotib olish xizmati bor. Xudo xolasa kanalimiz rivoji uchun like, podpiskani bosib qo'yasizlar. Salomat bo'linglar.